O'zgidromet tezkor ogohlantirish bilan chiqdi. Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalda yangi bo'lsangiz obuna va like tugmasini bosishni unutmang. Joriy yilning 18-19 mart kunlari kutilayotgan yomg'irlar yog'ishi sababli respublikaning 9 ta viloyatida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Unga ko'ra, Qashqadaryo viloyatining Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi, Kitob, Shahrisabz, Qamashi, G'uzor tumanlarida, Surxondaryo viloyatining Sariosiyo, Uzun, Oltinsoy, Denov, Boysun, Sherobod, Sho'rchi, Qumqo'rg'on, Muzrabot tumanlarida, Samarqand viloyatining Urgut, Samarqand, Bulung'ur, Nurobod, Qo'shrabot, Kattaqo'rg'on, Payariq, Jomboy, Ishtixon tumanlarida, Navoiy viloyatining Xatirchi, Navbahor, Nurota, Konimix, Karmana tumanlarida, Jizzax viloyatining Zomin, Baxmal, G'allaorol, Sharof Rashidov, Forish, Yangiobod tumanlarida, Toshkent viloyatining Ohangaron, Bo'stonliq, Parkent, Piskent, O'rta Chirchiq, Yuqori Chirchiq tumanlarida va Angren, Olmaliq shaharlarida, Namangan viloyatining Pop, Kosonsoy, Chortoq, Chust, Namangan, Yangiqo'rg'on tumanlarida, Farg'ona viloyatining So'x, Shohimardon, Farg'ona, Beshariq tumanlarida, Andijon viloyatining Andijon, Asaka, Jalaquduq, Qo'rg'ontepa, Paxtaobod, Izboskan, Xo'jaobod, Marhamat tumanlarida va Xonobod shaharlarida sel, suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Shuningdek, tog' oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchilarni hamda tog' hududlarida harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlari so'ralgan. Respublikaning ayrim hududlarida yomg'ir suvlari to'planishi ehtimoli bor. Bu esa hududlarni suv bosishiga olib kelishi mumkin. Siz qaysi viloyatda, qaysi tumanida turasiz? Agarda shu tumanda yozgan bo'lsangiz, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib keltiring. Mana shu tumanlarda yashayotgan qarindoshlaringizga jo'nating.